Hormay o'rta. Nima yeyapsiz? Tarvuz yeyapsizmi? Yo'q, bu mana do'stim o'zimiz местный tarvuz. Ha, rangi o'xshayapti. Bu Hindistondan kelgan tarvuz urug'i. Buni sinovga ekkandik. Necha vaqtli uzib qo'yibman. Lekin kichkina bo'lsa ham shirmagan Ha, shekilli. mazasi zo'r lekin. Va bu nima bu? Hindistonda handalak ekan bu. Buni ham sinov tariqasiga olib kelib urug'idan ekilgan, xudo xolasa gektarlarga chiqaramiz. Bu yana ham jicha katta bo'ladi. Biz kechroq ekkanimiz sababi quyosh jicha issiqlik energiya yetishmadi. Shuning uchun kichkina bo'lib qoldi. Xudo xolasa buni ham bir so'yib proba qilib ko'ramiz mazasini. Gap yo'q. Qo'yilma lekin. O'zimiz местный hamma biladigan tarvuzlardan. Qiziqtirgan savollar, agar shu qovun haqida ma'lumotni bilganlar, biladiganlar bo'lsa, agro yo'nalish bo'yicha shu haqida o'rganganlar bo'lsa, kommentariyada kutib qolamiz va videoga like, shunaqa antikvar bir meva-chevaga qiziqadigan do'stingizga jo'natib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar. Qo'yilma. Do'stlar, mana o'zimizda местный tarvuzdancha yeb ko'ramiz probaga. Mazasi zo'rmi? Mazasi lekin katta tarvuz bilan baravar mazasi. Yetilgandek. Qo'yilma. Gap endi buni va Hindistonnikini yeb ko'ramiz. Buni mazasini bir ko'ramiz. Bismillah. Bu ham mazasi yaxshi. Bundan sal tuzliroq. Sababi kecha keldi, bahorimiz to'g'ri kelmaydi. Buni ham probadan o'tkazamiz, xudo xolasa. Navini ko'paytiramiz. Hindiston issiq o'lkada, bari. Hindistonda o'lkasi issiqlik uchun. Qani bu Endi buni handalakda yeb ko'ramiz hozir. Baho beramiz. Mazasi qanaqa ekan buni? Mazasi vaqt asal tomoqda yorvoradigan. Qo'yilma. Yaqinroqda bo'lganlaringni uzatib yuborardim. Anaqasi ajoyib ekanda. To'ni ham. Voy. To'ni bu yana ham katta bo'ladi. Buni tep forsangiz ham, ortganingizda ham ichi zax yemaydi, sveji boraveradigan narsa. Bu rangi chiroyligini qarang buni. Ha, bu boshqacha ekan bu. Sariq qizil. Ha, yo'l bir ajoyib. Qo'yilma. Hali bu filmdagi handalaklarga, birandalarga o'xshaydi. Eskisiniga o'xshaydi, bor. Ha, gap yo'q. Sog' Qo'yilma, bo'lasizlar. charchamaylar. Rahmat.